Социалистической родине идеал коммунистического строительства по всей строгости советского закона. Tarixning shunday sahifalari borki, ularni varaqlash nafaqat og'riqli, balki vijdon oldidagi ulkan mas'uliyat hamdir. 20-asr boshlarida Turkiston o'lkasi uzra qora bulutdek yopirilgan sho'ro qatag'on siyosati minglab xonadonlarni chirog'ini o'chirdi. Millatning eng sara gullarini ziyolilar, ijodkorlar, ma'rifatparvarlarni ayovsiz ezib tashladi. Ularning aybi nima edi? Vatanni sevganimi? Yo millat ko'zini ochmoqchi bo'lganimi? Bugungi hikoyamiz shunchaki bir shaxs haqida emas, balki qatag'on tegirmoniga tashlangan butun bir ma'rifatparvar oila fojiasi. Haqiqat va adolatning mashaqqatli yo'li haqidadir. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoyilari ko'rsatuvi efirda. Taqdir o'yinini qarangki, ba'zan eng yorqin iste'dod ham davr zulmati qa'rida ko'rinmay qolar ekan. Qahramonimiz Abdulla Shokir aynan shunday. U bor yo'g'i 16 yoshida gazetaga muharrirlik qildi. Usmon Nosir, Abdulla Qodiriylar bilan yelkama-yelka ijod qildi. O'z davrining yonib turgan yulduzi edi. Unda chet elga ketib, jonini asrab qolish imkoni bor edi. Lekin u vatanni, o'z o'quvchilarini tashlab ketishni istamadi. Ming afsuski, 25 yoshida, ayni ijodi gullagan pallada uning qo'lidan qalami tortib olinib, o'rniga kishan urildi. Bolalar adabi degan beg'ubor nom xalq dushmani degan sovuq tamg'aga almashdi. Xo'sh, Abdulla Shokir kim edi va uning qisqa ammo mashaqqatli umri bizga nimalarni so'zlaydi? Sovet hokimiyatining qatag'on siyosati Turkiston o'lkasi tarixida eng og'ir va fojiali sahifalardan biri hisoblanadi. Mazkur siyosat natijasida minglab ziyolilar, ma'rifatparvarlar, ijod ahli va ularning oila a'zolari nohaq ravishda ta'qib qilindi, qamoqqa olindi, jisman yo'q qilindi. Uzoq yillar davomida bu fojiali voqealar milliy tarixdan chetlatilib, qurbonlarning nomlari unuttirib kelindi. So'nggi yillarda qatag'on siyosatiga doir arxiv hujjatlari, xorijiy manbalar va muhojirlar davriy matbuoti asosida olib borilayotgan tadqiqotlar unutilgan tarixni qayta tiklashga xizmat qilmoqda. Qatag'on siyosatiga doir manbalarni aniqlash jarayonida xorij arxivlari va kutubxonalarda saqlanayotgan materiallar, shuningdek turkistonlik muhojirlar tomonidan nashr etilgan davriy matbuot nashrlari ham o'rganildi.
Sovet mafkuraviy nazoratidan tashqarida chop etilgan ushbu nashrlarda Turkistonda amalga oshirilgan qatag'on siyosati, uni ko'lami va oqibatlari haqida nisbatan xolis ma'lumotlar keltirilgan. Xususan Germaniyada 1942-1975 yillarda chop qilingan Milliy Turkiston jurnalini Sovet terroriga uchragan turkistonliklar sarlavhali ruknida qatag'on qurbonlarining ro'yxati e'lon qilib borilgan. Aynan mana shu ro'yxatda keltirilgan ismlarni, ro'yxatda qayd etilgan qator qurbonlar nomlarini o'rganish natijasida ushbu ro'yxatdagi ko'plab noma'lum va ilmiy adabiyotlarda deyarli tilga olinmagan shaxslar nomlari uchraydi. Qatag'on qurbonlari ro'yxatidagi shaxslar bilan yaqindan tanishish maqsadida O'zbekiston Respublikasidagi maxsus arxivlarda izlanishlar olib borildi. Shunday shaxslardan biri bu Abdulla Shokir bo'lib, u aynan mana shu Sovet terroriga uchragan turkistonlik ro'yxatida qayd etilgan va u yerda O'zbekiston yozuvchisi sifatida aytib o'tilgan. Ushbu shaxs haqida hozirgi kunda tadqiqot olib borilayotgan filolog olimlarga murojaat qilinganda deyarli hech qanday ilmiy ma'lumot mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, Abdulla Shokirning ijodiy va hayotiy faoliyati tarixiy xotiradan chiqarib tashlangan. Arxivlardagi izlanishlar natijasida Abdulla Shokir Farg'ona vodiysidan yetishib chiqqan ma'rifatparvar ziyoli ekani, bolalar uchun hikoyalar, she'rlar va bir qator adabiy asarlar yozgani aniqlandi. U o'z davrida milliy ma'rifat, ta'lim va tarbiya masalalariga befarq bo'lmagan ijodkor sifatida faoliyat yuritgan. Manbalardan anglanadiki, Abdulla Shokirni taqdiri yakka holda emas, balki butun bir oilaga nisbatan qaratilgan qatag'on siyosati doirasida hal qilingan. Akalari ham qo'shniochida quloqni bolasi, ishonchsiz unsur, millatchi ziyoli, xalq dushmani kabi soxta ayblovlar bilan ta'qib qilingan va qatag'on qurbonlariga aylangan. Bu oilaga nisbatan qatag'on siyosatining sabablari avvalo Abdulla Shokirning otasi Shokir qozining jamiyatdagi o'rni bilan bog'liq edi. Shokir qozi Beshariq tumanida o'z davrining bilimli va obro'li ziyolilaridan biri bo'lgan. U 1917-yilgacha qishloq hokimi va diniy rahbar sifatida qozi, a'lam va muftiy vazifalarida xizmat qilgan. Turmush o'rtog'i Ambarxonim Qo'qon shahrida tug'ilgan bo'lib, oila ma'rifat va diniy qadriyatlarga tayangan muhitda yashagan. Sovet davrida olib borilgan qatag'on siyosati paytida Shokir qozi qo'shtirnoq ichida quloqlar ro'yxatiga kiritiladi. Lekin arxiv ma'lumotlariga ko'ra, u 1919-yilda vafot etgani uchun amalda bu jazo unga qo'llanilmagan. Shunday bo'lsa-da, uning ijtimoiy kelib chiqishi va diniy ma'rifiy faoliyati keyinchalik farzandlari taqdiriga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatgan. Dadasi juda ham katta inson bo'lgan ekan. Sutda endi qozi degan hozirgacha qozini bog'i deyishadi endi. O'shandan keyin juda ko'p qiyinchiliklar, nimalarni aytib o'tirgan ekan-da endi dadam onamga. Akalari endi bir o'sha Nasrullohxon Shokirov akasi Hindistonda o'qigan ekan. O'sha davrda 10 yilda kelgan ekan. Ikkinchi nimasi Turkiyada o'qigan ekan. Turkiyada o'qib, plashirka direktori bo'lgan. Uni Sibirga surgun qilingan, o'sha Sibirda o'lgan. Bu akasi nima garona mudiri bo'lib, shu nimada ishlab turgan vaqtda Qo'qon shahrida garona mudiri bo'lgan. Ishlab turgan vaqtida hali ko'rshirmat deylardi unda, shu bilan aloqasi bor, unaqasi bor degan gaplar, chaquvlar bo'lgan. Undan keyin akalarini 5 yilga Arxangelskka qamab yuborgan. Qamoqni bitirib kelgandan keyin ham hech qo'yishmagan. Majbur keyin Turkiyaga o'tib ketgan. Abdullaning akasi Sa'dulla haqida arxiv va kutubxonalarda izlanishlar olib borildi. Ammo deyarli ma'lumotlar topilmadi. Arxiv hujjatlarida Sa'dulla Milliy Ittihod, Milliy Birlik tashkiloti a'zosi bo'lib, Isfara tumanida yashagan va ukasi Xayrulla bilan yozishmalar olib borgani haqida qisqacha ma'lumotlar mavjud. Keltirilgan ma'lumotlar uning ijtimoiy faoliyati va qatag'on jarayonidagi taqdirini to'liq yoritish uchun yetarli emas.
Shuningdek, Abdulla Shokirovning qizi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda ham Sa'dulla haqida qo'shimcha ma'lumotlar mavjud emas. Abdulla Shokirning ikkinchi akasi Xayrulla 1896-yili Beshariq qishlog'i, Kirov, ya'ni hozirgi kundagi Beshariq tumanida tavallud topgan. Xayrulla Turkiyada ta'lim olgan, juda ham ziyoli. Ta'lim olgandan so'ng vataniga qaytib, Beshariq tumanida ma'rif sohasida faoliyatini boshlagan. Ungacha ham boshqa sohalarda, shuningdek 1931-yil 2-iyundan Kirov tumani ipak tayyorlash idorasida instruktor sifatida faoliyat olib borgan. U ommaviy qishloq xo'jaligini jamoalashtirish davrida ham juda ham munosib xizmat qilgan. Arxiv hujjatlarida qayd etilishicha, rayon kolxoz soyuzining tutko'chat rahbari o'rtoq Shokirovni o'z arizasiga binoan 1932-yil 7-fevraldan e'tiboran vazifasidan ozod etiladi deb aytib o'tilgan. Sovet hokimiyati quloqlashtirish siyosati doirasida aynan Xayrulla ham qatag'on qurboniga aylangan. 1937-yil 4-dekabrda u Qo'qon turmasiga qamoqqa olinib, mol-mulklari va uy-joylari, hovlilari musodara qilinib, o'zi Rossiyaning uzoq hududlariga surgun qilingan. Uning ketidan esa bolalari yetim qolgan. Ayblov xulosasiga ko'ra, Xayrulla Shokirxo'jayevning oila a'zolari ham sho'ro hokimiyati tomonidan, albatta hammasi bu qo'shtirnoq ichida shubhali, aksil inqilobiy deb baholangan. Ukasi esa Nasrullaxon xalq dushmani sifatida ta'riflanib, hattoki u Afg'onistonga qochib ketadi va oila bilan muntazam, shunda bo'lsa ham, chetda bo'lsa ham aloqa qilib turadi. Yana bir ukasi Abdulla esa bu Toshkentda adabiyot sohasidagi faoliyati uchun hibsga olinadi. Endi mana tergov hujjatlarini ko'rib chiqqanimizda, unda qayd etilishicha, u o'zini uyida mahalliy jamoatchilardan biri bo'lgan Komil Tursmatov uyida noqonuniy yig'ilishlar tashkil qilgan ekan. Bu yig'ilishlarda sobiq quloqlar, ya'ni va sobiq qozi Dovus qori Abdurayim ham ishtirok etgan ekan va sho'ro hokimiyatiga qarshi fikrlar tarqatilgan ekan. Ya'ni masalan o'sha 1937-yilning avgust oyida 11 kishi ishtirok etgan yig'ilishda Abdurayimov kommunistlarni shafqatsiz jazolash bilan tahdid qilgan va aksil inqilobiy fikrlarni tarqatgan. Va shu yilning yana bir sanasida Xayrulla o'z uyida yig'ilish tashkil qilib, Dovus Abdurayimovni Afg'onistonga yashirincha olib chiqish masalasini muhokama qilgan ekan. Shu tarzda Xayrulla Shokirxo'jayev va uning yaqinlari Sovet davrida mana shu oilaviy ijtimoiy kelib chiqishi asosida siyosiy ta'qib qurboniga aylangan. Uni aybi nima ekanki, vatanni sevishi, millati uchun jonini fido qilishi, xalq erkini, ozodligini, yurt mustaqilligi va taraqqiyoti uchun kurashishi edi. Shu yo'lda Sibirda surgundaligida halok bo'lgan. Uning yana bir akasi Nasrullaxon Hindistonda ta'lim olgan. 10 yil tahsildan keyin vataniga qaytib, ma'rif sohasida faoliyat boshlaydi. Shu yillarda u Qo'qon shahar ma'rif bo'limi, ya'ni Garanom mudiri lavozimida ishlaydi va yetuk mutaxassis sifatida obro' qozonadi. Nasrullaxon Shokirov Rossiya imperiyasi davridayoq turli qiyinchilik va sinovlarni boshdan kechirgan. Sovet davrida ham u siyosiy ta'qiblardan chetda qolmaydi. Unga qo'shtirnoq ichida Qo'rboshi Shermuhammadbek bilan aloqada bo'lgan degan ayb qo'yilib, 5 yil muddatga Arxangelskka qamoqqa yuboriladi. Jazo muddatini o'tab chiqqandan keyin ham bosim to'xtamaydi. Shu sabab u oilasi, ya'ni turmush o'rtog'i, 2 farzandi va onasi bilan Turkiyaga ketishga majbur bo'ladi. Istanbul shahrida esa Turkiya prezidenti Otaturk qabuliga kirib, ish so'rab murojaat qiladi. O'sha farzandlari bilan o'tib, to'g'ri birinchi Otaturkka uchrashgandan keyin men shunaqa bilan keldim, menga ish bering degan. Otaturk hamma yo'g'ini hujjatlarini tekshirib bo'lgandan keyin aytishganki, men sizga ish beraman, bo'pti degan. Lekin Leninni tilga olmaysiz degan ekan. Ushbu vaqtda Nasrullaxon Shokirov 5-6 ta tilni mukammal egallagan. Bu qobiliyatlari unga ish faoliyati, farzandlarni tarbiyalashda yordam beradi.
uning intizomi va talabchanligi natijasida farzandlari va nabiralari ham yuqori bilim egasi bo'lib, Turkiyada o'z o'rinlarini topadi. Ikki o'g'li ma'rif sohasida faoliyat ko'rsatgan. Nabirasi Shokir nashriyotda ishlaydi. 1993-yilgacha 20 ta kitobi nashr qilingan. Yana bir nabirasi O'rxon Qovunchi esa Kibernetika universitetining prorektori lavozimida faoliyat yuritadi. Siyosiy boshqaruv ishlarida ham faol ishtirok etib, davlat rivojiga hissa qo'shadi. Farg'onada ma'rif sohasida faoliyat boshlagan ushbu oila qatag'on sababli vatandan uzilgan bo'lsa-da, o'z intellektual salohiyatini xorijda namoyon etadi. Nasrullohxon Shokirov o'z yurtining mustaqilligini ko'rishni orzu qildi. Ammo bu unga nasib etmadi. U farzandlari va nabiralariga mustaqillik kunini intizorlik bilan kutishini vasiyat qildi. Farzandlari mustaqillikning dastlabki oylarida O'zbekistonga kelib, ota vasiyatini bajardi. Я знаю, что многие из вас недобитков верят в Бога. Думаете, что Он... Abdulla Shokirov 1912-yili Beshariq tumani Olmazor qishlog'ining Mozor mahallasida tug'ilgan. Yoshligidanoq o'ta bilimdon va so'z ustasi sifatida tanilgan Abdulla Qo'qon shahridagi 2-bosqich maktabda akasi Nasrulla Shokirov yordamida tahsil oladi. U yerda Usmon Nosir bilan birga o'qigan. Keyinroq u Samarqand shahriga kelib, davlat universitetida ta'limni davom ettiradi. O'zining ilmi, zukkoligi bilan yoshlar orasida e'tibor qozonadi. O'qituvchilik yillarida matbuotda faoliyat ko'rsatgan Abdulla Samarqanddagi muxbirlar syezdida delegat sifatida qatnashgan. Keyinchalik Toshkentga kelib, ijodiy faoliyatini davom ettirgan. 16 yoshida Lenin Uchquni gazetasini birinchi muharrir sifatida faoliyat olib borgan bo'lsa, undan so'ng Yosh Leninchi gazetalarida ham mas'ul kotib bo'lib ishlagan. 1930-yildan O'zbekiston radiosida siyosiy bo'lim mudiri sifatida faoliyat ko'rsatgan. Abdulla Shokirovning qizg'in ijodiy yillari O'zbekiston davlat nashriyotining bolalar bo'limi mudiri vazifasiga to'g'ri keladi. Shu davrda u bilan birga Usmon Nosir, Adham Rahmat, Abdulla Suyumov va boshqa shoirlar, olimlar, adabiyotshunoslar bilan ijodiy muloqotda bo'lgan. Uning asosiy asarlari qatorida Lagerda, Yot unsurlar, Sheflar, Ko'klam yoki bo'lmasa Uch o'rtoq kabi kitoblari nashr etilgan. O'sha tadqiqot olib borish natijasida bugungi kunda O'zbekistondagi arxivlarda uni o'sha 3 ta hikoyalar, aynan bolalar uchun atab yozilgan Ko'klam, Sheflar hamda Uch o'rtoq hikoyalari saqlanib qolganligi va bu kitoblar ham aynan Abdullani qatag'on siyosatini qurboni bo'lishiga aynan mana shu kitoblari asos qilib ko'rsatilgan. Aynan ushbu kitoblarni o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, Abdulla Shokirovning qatag'on siyosatida ushbu hikoyalarni bolalarni mehnatsevarlikka, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga hamda birdamlikka chaqirgan. Abdulla Shokirov 18 yoshida akasi Nasrullohxonni iltimosi bilan Turkiyaga ketish imkoniyatiga ega edi. Ammo o'z vatanini va ijodini tashlab keta olmaydi. Shu paytda ota-onasi va akalaridan ayrilib, o'z vatanida yolg'iz qolgan. O'sha katta qirg'in deb atalmish 1937-yil boshlangan yili Abdulla Shokirov 25 yoshida xalq dushmani sifatida ta'riflanib qamoqqa olindi. U o'sha vaqtda Toshkent shahrining sobiq Jarko'cha mahallasi, Pushkin ko'chasi 128-uyda istiqomat qilar edi. U hattoki shu uyiga kirib kitob, qo'lyozmalarni tarqatishga ham ruxsat berilmagan unga va barcha kitoblari yo'q qilingan. 575-order bilan Toshkent turmasiga qamoqqa olinadi va shu paytda qamoqda Abdulla Qodiriy ham bor edi, qarang. Va
6 oydan so'ng Abdulla Qodiriyni otishga hukm qilinadi. Abdulla Shokirov 2 yil davomida qamoq tergovida bo'ladi. Tergov jarayonida uni tomoq va bo'ynidan ombur bilan tortib azoblangan. Uni tepishgan, urishgan, sovuq joylarga qamab qo'yishgan. Mana shunday qattiq qiynoqlardan so'ng u O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksining 66-modda 1-qismi bilan 8 yil va 36-moddasiga asosan esa yana 4 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Jazoni o'tash 1937-yil 14-avgustdan hisoblanib Sibir qamoqxonalariga yuboriladi. 40 gradus isitmada ham daraxt kesish kerak ekan. 40 gradus nimada daraxt kesa olmay yotib qolgan ekan. Keyin haligi nima boshliqlari bor endi. Kelib nimaga bu bitib yotibdi deganda shunaqa kasal bo'ldi. Desa shetda tepib ketibdi, mumkin emas mana shuni ishlaysan deb 40 gradus isitmada ham ishlar ekan. O'sha vaqt qatag'on qilingan vrach odam bor ekan. Uni qilgan yaxshiligi dadamga 5 kun 6 kunga spravka yozib bergan ekan. U spravka u ishi nima bo'lganding? Ertadan kechgacha kartoshka archigan. Keyin u kartoshkalarni po'chag'ini etiklariga, etikning ichiga nima qilib olar ekan? Yopishtirib, keyin etikni kiyarkanda kechqurun haligi nimadan ishlab kelganlar bilan bitta joyda o'shani ko'mib pishirib yeydi ekan. Bir kunda 400 gram non berar ekan. O 400 gram nonni ham ba'zilari chidamasdan mahorkaga almashtirib chekar ekan. Shunchalik qiyin, endi xalq dushmanlariga juda jabr bo'lgan. Ba'zi nimalarni ham gapirib o'tgan onamiz, dadam aytib berishgan ekan endi bizda nimamizdan degan uzundan uzoq chuqur okop kovlangan degan. Okopni kovlab boshqa joydan 300 ta qancha odamlarni qatar qilib olib kelib tikkali otib tashagan ekan. Haligida ayollar hamma nimalar bo'lgan ekan. Hey, biz davlatga hech qanaqangi yomon nima qilmaganmiz. Xalq xizmatida bo'lganmiz deb bir-biriga suyanib nima qilib ana shunday nima deyim barisini otib shunday ko'mib qo'ya olgan ekan. Shunaqangi bir qiyinchilik davrida 10 yil deganda endi qamoq davri tugab, o'sha vaqtda endi e'lon qilingan poyezdga o'tirish kerak ekan. O'sha O'zbekistonga yetib olish uchun 2 buxonga xilib bergan. To Beshariq tumaniga yetguncha. Keyin Beshariq tumaniga o'sha 2 buxonga bilan non bilan yetib kelgan. Yetib kelib o'zini Olmazor mahallasini topib borgan. Shu borganda o'sha uylariga borgan, shunday og'ir ahvolda kelganki 25 yashar yigit 35 yashar nimasida qaytib hassa tuyanib uyga borgan. Hatto hali bolalar tosh otgan. Nima kelyapti deb, nima deydi? Devona kelyapti deb tosh otgan. Qamoqdan qaytgandan keyin u Farg'ona viloyati tuman maktablarida rus tilidan dars beradi. Shu bilan birga ijodiy faoliyatini ham to'xtatmaydi. O'qituvchilik yillarida respublika matbuotida metodik maqolalari bilan muntazam qatnashib boradi. Ammo qatag'on asoratlari uning hayoti va ijodiga qattiq zarba beradi. Qo'shtirnoq ichida xalq dushmani degan tamg'a sababli yozgan maqolalari va asarlari nashrga qabul qilinmaydi. Shu bois ayrim maqolalari do'stlari nomi bilan chop etiladi. 1956-yilda o'qlov jarayonlari boshlangach, Abdulla Shokirov Moskva va Toshkentdagi Oliy Sovetga murojaat qilib, o'z ishini qayta ko'rib chiqishini so'raydi. Unga ishingiz ko'rib chiqilmoqda degan rasmiy javob keladi. Afsuski, Sibirda orttirgan tuberkulyoz kasalligi tufayli o'sha yilning o'zida 44 yoshida vafot etadi. Shu davrda eliga o'lmasdan ozgina oldin Abdulla Qodiriyni birinchi marta oqlangan nimasi chiqqan. Oqlandi degan. Dadam juda ham endi yosh nima qilgani uchun shunaqangi ko'p siqilib, ko'p xafa bo'lgan ekan. Meni eng yoshlik davrim, eng ijod qiladigan davrim bekarga o'tib ketdi. Qamoqxonalarda men eng ijod qiladigan vaqtimda deb keyin demak Abdulla Qodiriy oqlanibdi. Albatta biz ham oqlanamiz deb sirazi Verxovniy Sovetga xat yozgan dadam. Rossa endi orzu qilgan shu nimasi oqlanib ketsam deb. 56-yilda o'lgandan keyin 3 kundan keyin oqlangan qog'oz kelgan.
Shundan keyin onam rahmali juda xafa bo'lib, hech o'lmasdan turib kelganda shu qanday nima bo'lib ketardi degan nimani qilgan. Abdulla Shokirovning turmush o'rtog'i Kumushoy Husanova o'qituvchi bo'lgan. Bular aynan o'sha Abdulla Shokirni surgundan qaytib kelgandan so'ng ma'lumki o'sha maktabda o'qituvchilik faoliyatini olib borgan va mana shu jarayonda bir-biri bilan tanishgan va ularning 4 nafar farzandi, 2 o'g'il va 2 qizi bo'lgan. Ular ham xuddi otasini singari barchasi ziyoli o'qimishli bo'lishgan. Abdulla Shokirning qatag'on qurboni bo'lgani ularni keyinchalik oilasiga ham, ya'ni xalq dushmani farzandlari sifatida ularga ham jabr ko'rsatilganligini ko'rishimiz mumkin. Abdulla Shokirovning oilasi qatag'on paytida o'sha nafaqa va huquqiy hujjatlar bilan ham qiyinchiliklarga duchor bo'lgan. Jumladan Abdulla Shokirning vafotidan so'ng farzandlariga tayinlangan boquvchisini yo'qotganlik haqidagi nafaqasi to'lanmaydi. Buni sababini so'rashganda xalq dushmanlarining bolalariga nafaqa berilmaydi degan sabab ko'rsatilgan. Keyinroq Kumushoy Husanova SSR prokuraturasidan olingan, ya'ni Abdulla Shokirning oqlov qog'ozini tuman ta'minot bo'limiga taqdim qilgan, ammo bu hujjat ham yo'qolgan. Arxivda izlanishlar olib borish natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, biz arxivda Abdulla Shokirov haqida ko'proq tadqiqot olib borishda e'tibor qaratgandik. Abdulla Shokirni orqasidan uni 3 akasi ham siyosiy qatag'on qurboni bo'lganligini guvohi bo'ldik. Aynan mana shu arxiv hujjatlarida uni akasi Sa'dullaxon, Xayrullaxon va Nasrullaxonlarni ham qatag'on siyosatining qurboni bo'lganligi va natijada bir akasi o'sha uzoq Sibirga surgun bo'lingani yoki bo'lmasa boshqa akasi muhojir sifatida boshqa yurtlarda yashab faoliyat olib borganligi, shular haqida biz hali arxivda bu kabi o'rganishimiz kerak bo'lgan yoki bo'lmasa siyosiy qatag'on qurboni natijasida unuttirilgan bu kabi oilalarda juda ham ko'p ekanligini yana bir bor amini bo'lib turibmiz. Xulosa qilib aytganda, Abdulla Shokir va uning oilasi misolidagi ushbu tadqiqot qatag'on siyosati birgina shaxsni jazolash bilan chegaralanmasdan butun bir oilalarni yo'q qilishga qaratilgan tizimli jarayon bo'lganini ochiqlaydi. Unutilgan tarixni qayta ochish orqali millatning ma'naviy yo'qotishlari chuqurroq anglanadi va kelajak uchun muhim xulosalar chiqariladi. Birgina Abdulla Shokir va uning akalari Sadulla, Xayrulla hamda Nasrullaxonlarning qismati misolida biz millat boshiga tushgan ulkan fojia ko'lamini ko'ramiz. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoyilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.